Biznes ombudsmanni xabardor qilish degan tartib chiqarib yuborilyapti loyihadan va buni asoslantirilyaptiki, ya'ni bu soliq tekshiruvlarining huquqiy konstruksiyasi, bu tizim yo'q, ya'ni umuman soliq kodeksida bu munosabat mavjud emas deb asoslantirilyapti. Lekin umuman olganda masofaviy soliq tekshiruvi mantiqan bu kameral soliq tekshiruviga o'xshash tizim. U ham masofadan amalga oshiriladi. Ya'ni ma'lum ma'noda sizlar huquqiy konstruksiyaga ta'sir qilyapsizlar. Lekin bu, ya'ni mana shu biznes ombudsmanning kiritilmasligi bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni men aytmoqchimanki, bu masofaviy soliq tekshiruvi bu o'ziga xos tarzda bo'ladi va bunda o'sha ko'proq tezkor tarzda o'tkaziladi va boshqa soliq tekshiruvlarda farq qiladi. Va bu holatda albatta biznes ombudsmanni ogohlantirish muhim ahamiyatga ega va bu narsa o'z navbatida prezident qarorida ham o'sha asos bo'luvchi hujjatda ham ko'rsatilgan. Nima uchun chiqarib yuboryapsizlar? Buni chiqarishning birinchi sababi boshqa soliq tekshiruvlardan, yuqorida o'z aytdingiz, boshqa soliq tekshiruv turlari, ya'ni soliq auditi yoki bo'lmasam kameral yoki sayyor tekshiruvlarda bu narsa ko'zda tutilmagan. Ya'ni bu tekshiruv turlariga tegishli moddalarda tartib davomida vakilni, ya'ni tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi vakilni ogohlantirish normasi bo'lmaganligi uchun va kodeksdagi umumiy huquqiy normalarga moslashtirish maqsadida bu chiqarib yuborilyapti. Bu bilan vakil ogohlantirilmaydi degani emas. Vakil ogohlantirilmasa hech qanaqasiga buyruq chiqmaydi. Biz buni tashabbuskorlar bilan ham gaplashdik. Qachonki vakil ogohlantiriladi, qachonki u tegishli kalit kuch bersagina, o'sha buyruqqa o'sha raqam tushsagina ular tekshiruv o'tkaza oladi. Agar boshqa holatlar bo'yicha hech qanaqasiga bular tekshiruv o'tkaza olmaydi.